Termiz davlat universitetida 13 ta fakultet, 45 ta kafedra mavjud bo'lib, 780 nafar professor o'qituvchilar, 26395 nafar talabaga saboq beradi. Ayni paytda universitetda 21 ta mutaxassislik bo'yicha 162 nafar ilmiy xodim, izlanuvchilar, doktorantura, tayanch doktorantura va mustaqil tadqiqotchilar tahsil olmoqda. Hozirda universitetda 9 ta mutaxassislik bo'yicha 5 ta ilmiy kengash mavjud. 255 nafar ilmiy darajaga ega bo'lgan professor o'qituvchilar tarkibidan 33 nafari fan doktori, professor, 222 nafari fan nomzodi va falsafa doktori hisoblanadi. Termiz davlat universiteti 100 ga yaqin xorijiy oliy o'quv yurtlari bilan memorandumlar imzolagan. Oxirgi yillarda universitetni 300 dan ortiq xorijlik talabalar muvaffaqiyatli tamomladi. Universitet 5 dan ortiq xalqaro loyiha va grantlar a'zosi hisoblanadi. Universitetda tashkil etilgan stol tennisi, kurash, futbol, dzyudo, voleybol kabi 14 ta sport to'garaklarida 1,5 ming nafar talaba faol ishtirok etmoqda. Axborot resurs markazidagi kitob fondi 186.873 kitobni tashkil etadi.